Assalomu alaykum hammaga. Mana yana Sarqo'ydi ishqibozlariga soni 3 dona naq bo'g'ozidan xudo xolasa. Qo'ylarimiz bo'g'oz 2-3 oylik xudo xolasa bo'g'oz variantlaridan. Dumbalari ham hammaga kelishgan. Ko'raklari o'ta baquvvat qo'y xudo xolasa. Qo'ylarimiz o'ta baquvvatidan. Janavorlar xudo xolasa bolani zo'r beradigan variantlardan. Dumbalari ham oyoq kengligi hamma kelishgan zo'rlardan. Mana qo'yimiz ham o'zini qorinlab qo'ygan xudo xolasa. Hamma yoq zo'r. Tishlari 6 tishdan, bo'ylari 85 plus minus. Manzilimiz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida. Xudo xolasa Samarqandgacha yetkazib beramiz. Telefon raqam narxlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh ish bitadi. Xudo xolasa telefon qiling. Hajjani kiyik ekanda ash qo'yimiz. Ash qo'yda laqabini kiyik qilib qo'yasizlar. Qilib qo'yib yuboringlar, qo'ylarni yugurib yuboringlar. O'ta go'zal. Xudo xolasa bo'g'oz qo'ylar, qo'chqor qo'ch kiradi, bilmaysiz. Xudo xolasa uyaltirmasa tug'ib beradi. Janavorlar. Tishi 6 tadan eslatib o'taman. Uchalasi o'zi bir qo'ra, birga yurgan, urushmaydi, talashmaydi. Telefon qiling, inshaalloh ish bitadi, Xudo xolasa. Kelib, ko'rib, ushlashib olib kelsangiz ham bo'ladi.